Turkiston jadidlarining otasi bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiyning 1911-yilda yozilgan Padarkosh dramasi o'sha davrda ma'lum senzura tufayli chop etilmagan. Bunga asosiy sabab u yerda o'qimagan bolaning fojiasi keltirilgan bo'lib, bu fojia albatta Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosatiga ma'qul kelmas edi. O'qigan bola albatta hur fikrlaydigan bola bo'ladi va jamiyatni ilmli odamlar ozodlikka olib chiqishidan albatta sovet mafkurachilari qo'rqqan. Shuning uchun ham senzura bo'lgan. Mahmudxo'ja Behbudiy esa bir boshqa yo'ldan borgan. Bu kitobni nashr etilishini senzuraga ikkinchi bor taqdim etayotganda kitobning tepasiga Ulug' Vatan urushining 100 yilligiga bag'ishlayman deb yozgan. Ma'lumki o'sha davrda Ulug' Vatan urushi deyilganda 1812-yilgi Borodino jangi tushunilgan. Chunki Borodino jangida Rossiya imperiyasi Fransiya imperiyasining bostirib kelgan qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratgan edi. Shuning uchun ham Ulug' Vatan urushi deyilganda 1941-yilgacha bo'lgan davrda 1812-yilgi urush nazarda tutilgan. Demak, Behbudiy Ulug' Vatan urushiga bag'ishlayman deb yozgandan keyin asar senzuradan muvaffaqiyatli o'tgan va nashr etilib 1913-14-15-yillar mobaynida Turkistonning ko'plab shaharlarida Behbudiyning Padarkosh dramasi muvaffaqiyatli sahnalashtirilgan.